Uz murojaat TV. Ko'rsatumizga murojaat qilgan Samarqand shahrida yashovchi onaxon o'g'illari va turmush o'rtog'ini ozodlikka chiqarish uchun advokatga katta summaga chuv tushganligini aytmoqdalar. O'sha kuni yo'q, bu bolalarimga 17 milliondan 34 million nima qiling dedi. Shartnoma asosida shartnoma tuzdik. 25 millionini o'tkazdim, 9 millionini qo'limga bering dedi-da. Shuni yana 9 millionini qo'liga olib berdik. Men bilan va buxgalterim borgan edi. Keyin shu bilan tergov jarayonida ishtirok etdi. Shu ishladi, keyin erimni qamoqqa oldi. Tergovni oxiriga kelib erim qamoqqa oldi. Men endi erim qamoqqa bo'ldi, o yordam bering desam, ha bo'ladi, bu boshqa voy chiqaramiz deb tez menga voy shartnoma tuzaylik, pul taylang dedi. Yana bu kishiga ham pul tayladim 17 million shu yerdan turib. Transbankda ekan, Transbankdan pul tashladim. Shu bilan ana shu bular sud bo'ldi. Sudga o'g'illarim sudga tergov tamom bo'ldi, sudga tayladi. Suddan keyin bularga 9 yildan ozodlikdan mahrum qildi-da bolalarimni. Shu sudni endi oxiriga, shu tergovni oxiriga kelib men sud boshlandi. Endi sudni hali hukmi chiqarmasdan meni aytdiki, bularga men gaplashdim-u, depositga qo'yamiz pulni, keyin bolalaringiz chiqib yana sudni davom ettiradi deb meni aldadi. Men shu endi uchalasi ham, erim ham qamoqda, ikkita o'g'lim qamoqda. Shu faqat ayollar qolganmiz. Endi men tushkun ahvolda edim-da, nima qilishimni bilmadim. Faqat o'shanga ishondim-da bunga. Ishondim. O'g'limni 4 ta bolasi bilan nima qilgan, bitta uyga yashayotgan uyini sotib bunga berdim-da. Endi tez nima qiling, tez tayyorlab bering dedi-da, 60 ming dedi. 60 ming dollar? Ha, 60 ming dollar. 55 ming dollariga sotdim uni. Keyin pulni o'sha odam, havlimni sotgan odamdan pulni oldim. Unga ham aytdimki, shu advokatimiz pul kerak deyapti dedim, shunga beraman deb olgan edim. Keyin 5 mingini bitta hamsoyamizdan olib shu 60 ming qildim-da. Endi 50 tani berdi. Nedavolni bo'ldi-da. Yo'q, men 60 mingga gaplashgan edim. Tez 10 ming tani topib bering dedi-da. Endi 5 tasini olib qo'ygan edim, bo'lmadi. Bir 3 kundan keyin nima bo'ldi-da, endi pullarni Samarqandda beryapsizmi, Toshkentda beryapsizmi? Samarqandda berdi. Samarqandda o'sha nimamizga berdim-da, ishxonamiz bor, o'sha yerda berdim. Voy. Keyin 10 mingini tayyorladim, suddan chiqdik. Tez bo'ling, men gaplashganman hammasi. Voy. Endi nimalarga ham bor-da, gaplashgani. Voy, aytganlari bor-da. Yozib olgansizlar, ovozlar. Zapislarga ovozlarni yozib olganmiz bor. Gaplashibganman sudyalar bilan. Voy, hammasi zo'r bo'ladi, chiqaramiz deb aytdi. Men yana 10 ming dollar qilib o'sha non bozorga olib borib berdim. Mashina ichiga berdim. Yana o'sha yerda gaplashdik. O'sha yerda ham gaplarimiz bor-da. Shu bilan chiqib ketdi. Sud boshlandi. Ertasiga endi 3 kundan keyin hukm o'qildi. Hukmga kelmadi u. Men telefon qilib, mana hammasi qamoqqa bo'ldi, nima qilaman? Endi o nima bo'ldi, gaplashganman dedingiz-ku desam, voy, yaxshi bo'ladi, hali yana gaplashamiz, apellyatsiyaga chiqadi dedi. Apellyatsiyaga bir kam keldi-da. Apellyatsiya ikkinchi sudimizga kam keldi. Hay deb gapirmadim. Hay, mana apellyatsiyaga bitta chiqaraman dedi. Hay dedim, unga ham nima qilmadim. Apellyatsiyaga ham kam keldi, faqat ko'pi mana bu Telegram nima bilan gaplashdi-da endi. Onlayn orqali gaplashdi. Shu bilan bu ham shu turishicha qoldi sudimizda. Va shunga keyin, undan keyin men aytdimki, pulni ber endi. Men bolalarim 2 joyga bo'ldi. Men borishim kerak, borib kelishim qiyin. Bular bu yerga 7 ta nevaralarim bor, bularni boqishim kerak dedim.
Manga pul kerak, pulimni qaytar endi desam, keyin men sendan pul olganim yo'q. Voy. Qayerda bo'lsam boraver, o'zingni ham qamoqda chiritaman deb hamma gaplari bor-da. Dollar necha bo'lgan? O'zi bu so'mdami? 65 mi, 70 mi bo'ldi? 65 mi? Nima qilgan edim? Bu ana shu yergacha kelsam, kelmadi, yo'limizdagi magazindan oldimda. Bitta bularga tushuntiryapman endi. Kirib ham aytyapman. Bo'ldi, sudani harakatini ko'ryapti. Naburut bularga yonbosib. U provotsировать qilyapti tergovchida, ataylarga bularga gapiraveryapti-ku. Onaxon aytishicha, pul berishdan asosiy maqsad depozitga qo'yib, o'g'illarni ozodlikka chiqarish ekan. Shu 60 ming dollar berishingizga nima sabab bo'ldi? Avval qamoqxonaga kirib, o'g'limni gapga olgan, Qamariddin o'g'limni gapga olganda, ikkinchi o'g'limni men chiqaraman deb aytganmi, keyin uni mayda kichik o'g'limga uni o'qitib, biyinga ayt deganda, Xat yozib chiqqanmi? xat yozib chiqqanu, o'sha yerda yondirib taylagan, menga ko'rsatmagan. Keyin meni o'g'lim olib bordi. Men bu Sibirskiy bor-ku, o'sha yerda mashinani qo'yganiga mashinning ichiga gaplashdik. Keyin mana o'g'lingiz aytsin, gaplashdi dedi. Mana buni menkiz o'g'lingiz yozib chiqqan. Keyin ha biya aytgan, akam berasizmi? Endi bering, havlini sotib bering degan. Keyin o'zim ham ikkilanib o'tirdim. Ammo endi qarindoshlar mana bu ukalari bilan gaplashdim. Shunaqa bo'lyapti dedim. Bular endi akam nimalari endi 70 ga qarib boryaptilar. U yerga o'ligi keladi. Bering deb shunaqa qildi-da. Endi men ham hech narsa qila olmadim. Keyin berishga So'raganingizdan keyin nima dedi? Pul so'raganingizdan keyin, qaytarganingizdan keyin. Pulni so'ragandan keyin men sendan pul olganim yo'q dedi-da. Murojaatchilarning bayon qilishlaricha, sud tugagach, advokat ularni Toshkentdagi ofisiga chaqirtiribdi. Keyin bizlar u Surxondaryolik ayol bilan gaplashgandan keyin kelinglar shu yerda beraman dedi. Toshkentga chaqirdi bizlarni. Bizlar Toshkentga bordik, kabinetiga 3 kishi edik. Keyin shundan kirgandan keyin telefonlaringizni bering dedi. Hammamizdan telefonlarni terib oldi. Ulardan ham, mendan ham hammasini u yerda shkofga qo'ydi. Keyin gapirdik va men olganim yo'q deb aytaverdi. Keyin hay uyga boring, men hamma narsangizni o'sha yerda olib boraman dedi. Hay dedim, mana chiqdim endi. Shunda chiqqanimdan keyin bitta voy endi mana yana bitta tanishim bo'lgan edi-da, Karimjon. O'sha kishi dedilarki, qayerga bo'lyapsiz dedilar. Bu shunday dedi, bizlarni nim ishontirib, bizlarni nima kiring dedi, o'zingiz kiring dedi meni. Men o'zim kirdim. Keyin aytdim, Alisherjon dedim, voy pulimni ham olib borasizmi 60 mingni dedim-da. Keyin qanaqa pul? Men pul olganim yo'qsa sizdan deb aytdi. Ular birdaniga telefonni nima qilib keldi. Mana bu suratlari ana shuda. Birdaniga keldi. Keyin oldi. Keyin o'sha yerda gap bo'ldi, yana urush bo'ldi. Men Xudodan qo'rqmaysanmi dedim. Hammasini aytdim-da endi. Gapirdik. Lekin qayerga borsam boraver, men sendan pul olganim yo'q deb shunaqa aytdi. Men Qur'on olib kelganmisan dedi. Bu ayol ha dedim. Keyin men qasam ich dedi. Avval o'zi ichsin dedi. Keyin men qasam ichaman. Men berganman, qasam ichaman. Xudo oldiga men nima qilaman? Xudo ko'rib turibdi hammasini dedi. Endi sen ich desa, voy. Ko'tar Qur'oningni deb nima qildi-da. Keyin yana bular gapirishdi, hammamiz gapirgandan keyin oldim 60 mingni, lekin bermayman dedi. Keyin u Karimjon dediki, mana aka 60 mingni oldim, bermayman deyapsiz. Deb shurosini ha bermayman, qayerga borsam boraver deb 2-3 marta shunaqa aytdi-da. Beradigan bo'lsangiz ertaga Hech narsa bermayman. Hech kimni hech narsa muttaham joyim yo'q, hech kimga hech narsa beradigan joyim. Siz aytdingiz hozir 60 mingni oldim, bermayman dedingiz. Qayerga bo'lsa bor dedingiz. Mana Murojaatchining turmush o'rtog'ining aytishicha, javobgarlikdan ozod qila olmagan ekan. Advokat hamma pullarni qaytarishi lozim.
toshkentlik advokat Alisher degani qonun doirasida himoyachi sifatida bizlarga qonun yangilik yaratib berish va huquqlarimizni himoya qilaman deb qamoqqa o'tirgan o'g'lim Qamariddin va turmush o'rtog'imni huquqiy bilim salohiyati yetarli emasligini anglab, firibgarlik yo'li bilan moddiy manfaatdor bo'lishi niyatida qulay fursatni foydalanib zudlik bilan go'yoki depozitga 60 ming AQSh dollarini qo'yish kerak deb keyin kech bo'lishini aytib tushkun holatda foydalanib aldov yo'li bilan 60 ming AQSh dollarini olib kassatsiya sudiga ishtirok etaman, iltimosnoma kiritib sud zalidan ozod qilaman deb advokat Alisher umuman sudga ishtirok etmasdan pulni ham qaytarmasdan aldab ketdi. Advokat Alisher pulni olganligi bo'yicha audio va diktofonda yozuvlar bor. Bugungi kunda unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi JKning 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ish qo'zg'atilgan. Bo'lsa-da uni ehtiyot chorasi ochiqda qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Yo'ldoshevda advokat Alisherga nisbatan qonuniy chora ko'rishini so'rayman. Keyin mana bu yozuvlarimizni prokuraturaga nimalarga tashladik. Keyin menga ertasiga bizlarga telefon qildi menga. Voy, siz qayerdasiz? Akam shu yerdami dedi-da endi. Abdurasul aka shu yerdami dedi. Men yo'q, Abdurasul aka, men Toshkentga yuribman dedim-da. Nimaga Toshkentga yuribsiz? Men kecha aytdim-ku, boring, men hamma narsangizni beraman dedim-ku. Men hozir Toshkentga boraman, beraman hamma narsangizni dedi. Men dedim, "Hay, o kecha dedim, ikkinchi marta kirdim. O hamma narsangizni beraman dedingiz, hay" deb chiqdim. Yana kirdim-u, pulimni ham olib boring desam, yana urishdingiz-ku dedim-da. "Yo'q, nimaga bu yerda yuribsiz? Boravering, men kechqurun, kechgacha boraman, beraman hamma narsangiz o'sha Samarqandda" dedi. Shu bilan bizlar endi keldik. Samarqandga 2 kun qarab turdim, ular ham qarab turdi, kelmadi. Bizlarni aldadida, bizlarni shu Toshkentdan Samarqandga nima qildi-da. O'shandan beri endi yaxshilikcha aytdim, bermadi, keyin sudda nimalarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Urib o'tiryapti. O'sha 10 ming bilan 60 ming dollarmi yo undan tashqari 60 ming dollar? Tashqari, Undan tashqari 60 ming dollar. bu kishini mehnatiga rozi bo'ldim 10 mingiga. Va boshqa mana bu 60 ming. Undan keyin 60 ming dollar berdingiz. Yaxshi aka, biz mana endi yozuvga Bo'ldi. Mana shu uchun bir chaqiraman, mana shuncha gaplar. bemalol. Bizga ma'lum bo'lishicha, mazkur murojaat Samarqand viloyat adliya boshqarmasi va viloyat prokuraturasi tomonidan o'rganilib chiqilmoqda ekan. Biz ikkinchi taraf, ya'ni o'sha murojaatchi pulimni oldi degan advokat bilan ham telefon orqali bog'landik. Bular bilan haqiqatdan men sizga anaqa tashlab beraman. Shartnomalar tuzilgan, xizmat tekshiruvi o'tkazilgan bo'yicha. Shartnoma bo'yicha pullarni bular 1 so'm men masalan qo'limga pul ishlamaganman, hammasini bank hisob raqamiga to'lagan. Bank hisob raqamiga to'langan. Men o'sha to'lovlari bo'yicha ishini oshig'i bilan qilib berganman. Masalan, Samarqandga qatnay, tergovda tortish, janlar 100 dan ortiq iltimosnoma, hamma narsasi bilanda jami zarar 950 ming dollar bo'lgan. O'sha 950 ming dollardan qariyb 500 ming dollarini chiqarib tashlashga erishganmiz o'sha tergov sudda. Bundan tashqari eriga nisbatan ham qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan bo'lgan. Eriga nisbatan o'sha erigini bir necha modda bilan oqlab, erini chiqarib olganmiz. Undan ham anaqasi endi ular aytayotgan paytda menga pul berdim degan paytda bor-ku, sud tugab bo'lgan. Men qamoqdan chiqqan odamni chiqarish uchun pul olmayman-ku. Agar haqiqatdan aytgan bo'lsa ham buni. O'g'li masalan hozir yozib bersa nima qiladi o'g'lim? Men yozmaganman uni yirtib yo yoqadigan. Bir mantiqsiz gap-da, u mantiq yo'q u gapida даже bir hech bir logika yo'q asoslanmagan. Tergovda yakuni bilan agar men haqiqatdan aybdor bo'ladigan bo'lsam, men tergovda anaqasi bilan chiqaramiz. Men ham o'zi masalan bu narsani ertaga shunday qo'yib qo'ymayman. Aynan bular oldin ham xuddi shu harakatiga, shu noqonuniy xatti-harakati bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilgan o'zi. Bizlarni olgan hamma guvohlarimiz, zapislarimiz, stenogramma qilganlarimiz hammasi shu nimaga asos bo'la oladi-da.
haqiqat egiladi bukiladi ammo sinmaydi deyishadi. Umid qilamizki mazkur murojaat huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jiddiyroq o'rganib chiqilib qonuniy qaror qabul qilinadi. Bu mavzuga yana qaytamiz. O'z murojaat TV Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.